Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Bugun juda ham ko'pchilik kutgan video bo'lishi aniq. Chunki bugun Agroservis do'koni barcha 7 ot kuchli Praso motobloklarni tanishtiradi hamda original variantlarini ham. Kimga mana shunaqa Praso yoki original motobloklarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, ekran pastda nomerim qoldirib qo'yasizlar. Xo'p, birinchi bo'lib mana shu motoblokni tashlamiz. Bu motoblokimiz yoqib turadi. Bizon boklari 3 litrli qilib ishlangan, yurg'izish joylari zavodni orqali bo'ladi. G'o'zliqlari esa maslain filtr bo'ladi. Motorlari 170F motor bilan jihozlangan. Xo'p, g'o'zliqlari maslain filtr bo'ladi. Maslain filtr o'zi nima ekan shu? Motoblokni shu joyiga g'o'zliqiga 50 dan moylantirib qo'yib qo'ydim siz. Motoblokingizga kelayotgan barcha chang, payni o'zi ushlab qoladi va motoringizga o'tmaydi. Lekin buni karburatorlari juda ham oddiy karburatorlardan qo'yib ishlangan bo'ladi. Karburatori oddiyligi sababi chunki bu Praso motoblokimiz hisoblanadi kerak. Korobkalar esa juda ham kichikroq 350 galik korobka qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, ballonlari 408 ballonlardan qo'yilgan bo'ladi. Motoblokimizning rullari sal kaltaroq qilib ishlangan. Ko'rishinglar mumkin. Arabada o'tirganlar ham yetasizlar, lekin baribir sal kaltaroq qilib ishlangan xolos. Old skolar esa pasta qilib ishlangan. Ko'rishinglar mumkin. Pastaning sababi rullar 360 gradusga buriladi. Xo'p, mana shu yerda o'zidan yechib, bemalol aylantirishinglar mumkin bo'laveradi. Motoblokimizning orqasida qishloq xo'jaligi bomba, qishloq xo'jaligi suv nasos kartrabatlarni stofga qilishinglar mumkin bo'ladi. Oldingi videomizda ko'rsatganmiz 17 ot kuchli motoblokimizga kartrabatini ulab. Xo'p, bu motoblokimiz orqasiga ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqa kartoshka kapatni ulab qo'yganmiz. Motoblokimiz yoki orqasiga agregat kerak bo'ladimi? Bemalol ekranda nomer aloqaga chiqarasizlar. Undan keyingisi xo'p 7 ot kuchli bu ham ko'rishinglar mumkin 170F motor. Yurg'ish zavodni orqali yoqib turadi biznes, lekin bu motoblokimiz esa Moto Kama motoblok hisoblanadi. Ko'pchilik sotuvchilarimiz buni rossiyskiy deb aytayapti, lekin bu hammasi Xitoyda ishlab chiqargan narsa bo'ladi. Bu ham o'zi maslain filtr, karburatorlari ham oddiy karburator 250 talik ko'rishlarga korobka qo'yilgan hisoblanadi. Ballonlari 408 ballon. Bunda ham orqasida qishloq xo'jaligi bomba, suv nasos kartrabatlarni ko'rasizlar. O'chirib yoqish bitta kirobka orqali bajariladi. Oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skollar mavjud hisoblanadi. Xo'p. Orqaga zaptni qo'llar gaz bersa o'z abortini olaveradi. Undan keyingisi original 7 ot kuchli Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan TX motoblokimizni Praso varianti bo'ladi. Praso varianti, xo'p. Yo'g'il turadi bizon bo'ladi. Bizon boklari 3 litrli, korobkalar esa 150 talik korobkalardan qo'yilgan. Karburatorlari juda ham oddiy karburatordan qo'yib ishlangan. Hammasida Praso motoblokimiz karburator qo'yilgan. Xo'p. Motorlar buni ham ko'rib qo'yasizlar. Motorlar 170F motor bilan jihozlangan. Buni oyog'iga esa biz ko'rishinglar mumkin. O'zini turqo'dan bo'lgan oddiy Praso frezani qo'yib qo'yganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, narx-navolar o'zi nimaga o'ynaydi ekansiz? Narx-navolari bunda karburatorga qarab, ot kuchiga qarab, ot kuchi bir xil bo'lib turib bo'lsa ham, korobkalarga qarab narxlari o'ynab ketadi. Hamda komplektdagi narsalarga qarab o'ynaydi. Xo'p, pichoqlarga e'tibor berasizlar. Xo'p, mana bu pichog'imiz juda ham oddiy Praso pichog'imiz bo'ladi. Buni 2 marta tosh ko'rsangiz sinib ketadi. Bunisi sal o'rtacharoq pichog'imiz hisoblanadi. Bu ham Praso pichoq hisoblanadi. Lekin mana bunaqa o'zini original pichoqdan qildirsangiz, narxi yana o'zgaraveradi. Narx-navolar mana shu ot kuchlarda, karburatorlarda va pichoqlarga qarab narx-navosi o'zgarib ketaveradi. Xo'p, Praso motoblogimi hamda original motoblogimni tashlaman. Original motoblogimiz har doim sizlarga aytib kelayotgan Germaniya texnologiyasi ishlab chiqargan TX motoblogi bo'ladi. Bu motoblogimiz original hisoblangan. Narigi Praso motoblogimizdan afzalliklari korobkalari kattakon 450 ta korobka bo'ladi. Motorlar ham 170F bo'ladi. Hattoki karburatorlar original karburator yoqib turadi. Bizda
biznes bokiga hamda korobka tomonlarga o'yilgan. Bunda moddatchilar ham mavjud. Unisida esa moddatchilari yo'q varianti bo'ladi. Hamda bu motobloklarimiz uchun bonuslari bor hamda garantiyalari bor. Ularga esa garantiyalari va bonuslari ham yo'q. Chunki ular prostoy motoblok hisoblanadi. Kimgaki mana shunaqa prostoy motoblok yoki mana bunaqa original 7 ot kuchli Texas motoblok kerak bo'lgan bo'lsa, ekranda nomer qoldiryapman, aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Optim narxlarda xarid qilib olaman ekanmiz. Pastdagi nomerga aloqaga chiqarasizlar. Xohlaganlar yig'ilgan holatda, xohlaganlarga ufak-ufak holatda ham cheklanmagan miqdorda bor. Bemalol kelib xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Bundan keyingi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna tugmasini qo'yamiz. Xayr, joninglar sog' bo'lsin.